Ziragingizdagi 585 yoki 750 raqami nimani anglatishini bilasizmi? Yo'q. Bu shunchaki bezak yoki zavod kodi emas. Asl tilla, ya'ni 999 proba juda yumshoq bo'ladi. Undan taqinchoq yasasangiz, sal qattiqroq ushlasangiz, darhol qiyshayib qoladi. Shuning uchun zargarlar menga mustahkamlik berish uchun kumush va mis qo'shishadi. 750 proba bu taqinchoqning 75% toza tilla degani. 585 probada esa 58,5% tilla bor. Qolgan qismi esa sizning taqinchog'ingiz yillar davomida chiroyli va pishiq turishi uchun xizmat qiladi. Keyingi safar zargarlik do'koniga borganda professional bo'lib boring. Videoga like bosib, menga obuna bo'lganlarni mandaka tillasi ko'payib ketsin. Ziragingizdagi 585 yoki 750 raqami nimani anglatishini bilasizmi? Yo'q. Bu shunchaki bezak yoki zavod kodi emas. Asl tilla, ya'ni 999 proba juda yumshoq bo'ladi. Undan taqinchoq yasasangiz, sal qattiqroq ushlasangiz, darhol qiyshayib qoladi. Shuning uchun zargarlar menga mustahkamlik berish uchun kumush va mis qo'shishadi. 750 proba bu taqinchoqning 75% toza tilla degani. 585 probada esa 58,5% tilla bor. Qolgan qismi esa sizning taqinchog'ingiz yillar davomida chiroyli va pishiq turishi uchun xizmat qiladi. Keyingi safar zargarlik do'koniga borganda professional bo'lib boring. Videoga like bosib, menga obuna bo'lganlarni mandaka tillasi ko'payib ketsin.